Qizlaro parvona o'rtandi hamono bildi kim qilg'udekdur subhani shami shabistondin judo. Navoiy bobomizni mana shunday ulug'lash, u kishini xotiralarini yod etish, u kishini demak bugun kelajak avlodga butun boy merosini yetkazish bo'yicha ham qabul qilinayotgan qator farmonlar, qarorlar, maxsus Navoiy bobomiz nomi bilan ataladigan davlat mukofotlari hammasi bejiz emas. Bu muhtaram prezidentimizni mana shu buyuk bobomizni hurmatlari va kelajakda ham mana shu butun bizni avlod ajdodlarimiz mana shu Navoiy bobomiz ruhida tarbiya topishi, ma'naviy, ma'rifiy yuksak bo'lishi uchun qilinayotgan katta bir sa'y harakatlardir. Albatta aziz yurtdoshlar, Navoiyni yod etish faqat uni o'qish emas, balki Navoiycha fikrlash, Navoiycha yashash, Navoiycha vatanga xizmat qilish har bir agar yoshlarimiz, har bir bugun farg'onaliklar o'ziga bir maqsad qilib qo'ysa, juda ham bir katta bir ulkan demak ishni amalga oshirgan bo'lamiz. Barcha ajoyibotlar insonning o'zida jo. Biroq uni bilmoqqa ta'bi nodonlik qiladi. Hazrat Navoiy 15 dan ortiq she'riy shakllarda insonga xos bo'lgan jamiki go'zal his-tuyg'ularni kuyladi. Ey Navoiy, qoblarini ko'rma asonlik bilan, kim bu rahmim soldi ko'z, kim bu rahmim soldi ko'z, uzmoq ko'ngil dushman emish, aman ey. O'tgan sari ildamlab ketgay, ketgan sari yangi Navoiy. Vatan kabi poyoni yo'qdir, vatan kabi mangu Navoiy.